Men Rahmonova Surayyo Surayyoddinova 28 yildan baqa ko'p tarmoqli poliklinikada pediatr bo'lib ishlayman. Ishlash davomida shu Alisanipun dorisini qo'llab ko'rdim. Bemorlarimda juda ham yaxshi natijalar oldik. O'zimda jiyanlarimda birinchi qo'lladim. Yaxshi natijalar olib, ular ham jiyanimda onalari maqtadi bu dorini. Keyin qiziqib qoldim. Kasallarim hozir yaxshi natijalar oldi. O'zimda xo'jayinimda ham. Xo'jayinimda koronavirus bo'lib, holsizlik boshlanuvdi. Shahnozaxon dugonam bo'ladilar. Shahnozaxondan endi va doktor bo'lganimga qaramasdan shu xo'jayinimning holatlarini aytdim. Keyin u kishi menga dorini tavsiya qilishdi. Детский взрослый dorilar bor. Kattalakidan xo'jayinimga qo'lladim. Birinchi kundanoq o'sha natija bilindi. Xo'jayinimda holsizlik yo'qoldi. Keyin ichish davomida umuman o'sha kasallikda belgilari yo'qolganini sezdim. Shundan keyin men bu doriga qiziqib qoldim. Hozirga kelib ham o'sha dorini hozirgacha ham qo'llab kelmoqdaman. Alisanipun dori vositasi bu 3 xil turda chiqadi. Alisanipun 500 ml, Alisanipun mix 200 ml hamda bolalar Alisanipuni. Alisanipunning tarkibi uchalasida ham faqat millilitrda farq qilishi mumkin. Uni tarkibi mikro, makro elementlardan hamda vitamin, temir rux hamda boshqa flavonoidlardan tashkil topgan. Alisanipun mahsulotimiz nihoyatda kerakli mahsulotlardan tarkib topganligi uchun insonlarda kasalliklarda davolashda hamda vitamin yetishmovchiligi, kamqonlikda, kasallikdan keyingi tiklanish paytida nihoyatda yaxshi ta'sir qiladi. O'zim qo'llab ko'rganimda natijalarda rosa yaxshi natijalarni oldim. Alisanipun miximiz 200 ml da chiqadi. Bu Alisanipunda tarkibi xuddi o'sha vitamin, mineral hamda flavonoidlarni 2 martadan ko'paytirilgan holda dozalab chiqarilgan. Men bu dorini hamma o'sha bemorlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Ichinglar, sog'ayinglar. Men faqat sog'lomlik tarafdoriman.